Assalamu alaikum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Bugun mal bozoriga keldik. Kelermen ele. Buyoqdan amafoslar kelib qolibdir. Qozog'istonniki deydi. 2900 so'mdan ekan. Video urug' bor ekan 350 dan. Amafoslar qanchadan aka? 2900 ekan amafos. Qayerqi? To'qmoq ataliq. Yo'q, amafoslar. Qozog'istonlik ekan. Sayuslar qanchadan aja? 25 dan. Sayus 25 dan ekan. Nima piyaslarchi? Piyaslar 18 dan. Piyaslar 18 dan ekan. Qancha kilo? Çöp bor ekan 380 dan. Qayerqi aka bu çöp? Talasdiq ekan. Bular ne degan nima ekan ya? Bu ne degan nimalar? To'xtar u. Karlikda qo'y. Bu qoroslar o'zi mekishi dormi? Narxi mekish ekan-da? Endi 800 shtuk bor. Seva. Bular ne? Jumurtqadan qanday? O jumurtqa 200 olgan. 200 olgan. Men prosta kishnekeda bular, cho'ng tovuqning kishnekay. So'dikada bir ko'rinishi, negizili. Qarangizlar ko'rinishi. Mana mekishida. Endi 800 shtuk. Qorozini qarab qo'yinglar. Qorozi meni. Iki qoroz. To'rzan ekan, harbiy mekish qorozdan qarab 400 ekan. Dağ var mı uyda? Böyle ol satıyor. Başka yokken alıp alыңыздар сразу. 350 dan sürü oldu. Bugün satılıp ketdi o'xshaydi biroq bular. 5 dan ekan. Jejeler 5 dan uğraç. Mekishishdir. Mo'lar qancha ekan qaralar? Alarla 5 dan da, bularla 5 ekan. Quroschi. Satılib ketdi. Qancha satılib ketdi? Satilmaymi? Suratga tartib jo'nataman. Jaqdi. Mo qoros qancha ekan? 550 ga beraman. 550 deydi. Nima ekan? 400 dan 600 gacha. 400 dan 600 gacha ekan. Teti cho'ng 600 o'xshaydi, jamo'nizu. Yo'q, Yo'q, 400 deydi. Mekishlar bor ekan.